Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun men Bekmurod Beso'za Asliddin sizlar bilan bolalar tug'ilgandan to 1 yoshgacha bo'lgan holatlari haqida, ularda keladigan fiziologik holatlar, patologik holatlar haqida gaplashamiz. Xo'p, xullas, agar qabulimga kelganda patsientlarni ko'ramiz, asosan 10 kunlikdan keyin 10 kunligicha bo'lgan chaqaloqlarni kamdan kam olib kelishadi. Agarda patologiyasi bo'ladigan bo'lsa, olib kelishadi. Bo'lmasa qabulimga kamdan kam holatlarda keladi. Xo'p, bola tug'ildi. Tug'ilgandan keyin asosiy birinchi qiladigan ishimiz randomdan chiqqunimizcha privka olinishlari 72 soatgacha qilinadigan undagi amaliyotlar bo'ladi. Raddomdan chiqdik. Bolani kuzatamiz. Agarda 10 kungacha boladagi sariqliklar o'tib ketmayotgan bo'lsa, bunda patologik sariqlikka shubha qilamiz. Agarda bolada 10 kungacha sariqliklarimiz o'tib ketgan bo'lsa, unda fiziologik sariqliklar va bunga hech qanaqa davo talab qilinmaydi. Sariqliklarimiz cho'zilib ketadigan bo'lsa, unda albatta vrach ko'rigiga borishimizni tavsiya qilardim. Ikkinchi muammomiz ota-onamiz oldida turadi cho'miltirish. Bolani qachon cho'miltiramiz? Kindiga tushganda cho'miltiramizmi? Kindiga tushmasdan oldin cho'miltirsak bo'ladimi? Yoki kindik polni bitib ketgandan keyin cho'miltiramizmi degan savollar judayam ko'p turadi. Pediatr sifatida shuni aytamanki, bolani tug'ilgandan cho'miltirsanglar, kindik tushguncha cho'miltirsa ham bo'ladi. Faqatgina kindik atrofini spirt bilan obработка qilib qo'yish tavsiya etiladi. Bolani qancha ko'p cho'miltirsa, har kuni cho'miltirsa, bola shuncha sog'lom, kasalliklarga o'zi kurashuvchan bo'ladi. Agarda bolani ikkita bolani solishtirib ko'rsak bo'ladi. Haftada bir marta cho'miladigan, har kuni cho'miladigan bolani solishtirib ko'radigan bo'lsak, har kuni cho'miladigan bolamiz haftada cho'miladigan bolaga qaraganda sog'lom, vес olishi yaxshi, harakati yaxshi bo'ladi. Chunki suv doim bolani fiziologiyasini, metabolizmini yaxshilab turadi. Uchinchi muammomiz bolajonlarimizda bu 3 oygacha bo'ladigan fiziologik kolikalar, ichak kolikalari. Xo'p, bunda fiziologik kolikalarda nima qilishimiz kerak? Qanaqa dorilar berishimiz kerak bolaga? Bolaga faqatgina tug'ilgandan 3 oygacha bo'lgan muddat ichida mikrofloramizni o'rganib olguncha tashqi muhitga faqat probiotiklar tavsiya etiladi. Qolgan holatlarda qolgan hech qanaqa dori samarasiz va oddiygina vaqtni olish degani xolos. Kolikada eng yaxshi narsa bu issiq hisoblanadi. Bemalol bola qorinchasiga avvallari onalarimiz shu dokani uchuqda yaxshilab isitib qorinchamizga bosishgan. Bu issiqlik qorindagi spazmni yumshatib beradi. Hozir kunda buni o'rnini bosadigan yog' suvchalar chiqib ketgan, eng yaxshi spazmda yordam beradigan, kolikada yordam beradigan mahsulot hisoblanadi. Mikrovolnovkaga qo'yasiz va qorinchasiga 2 soatga, 1 soatga qoldirasiz. Bu judayam katta zo'r effekt beradi. Dori-darmonsiz bolangiz 3 oygacha hech qanaqa kolikalarsiz o'tishga yordam beradi. Keyingi sababimiz, murojaatimiz asosan D3. D3 bolaga qachon boshlashimiz kerak, qancha dozadan boshlashimiz kerak, judayam ko'p ota-ona gapirishadi. D3ni asosan bola tug'ilgandan boshlash kerak. Agar chala tug'ilgan bo'lsa, tug'ilgandan boshlagan ma'qul. Agarda bola 40 hafta, 39 hafta tug'ilgan bo'ladigan bo'lsa, unda bolaga 15-20 kundan keyin boshlasak ham bo'ladi. Faqatgina D3 dozasini va bolangizga qanaqa D3 to'g'ri kelishini vrach bilan maslahatlashgan holda birgalikda qabul qilinadi. Keyingi belgimiz, keyingi savollarimiz yana bola uchun privka kerakmi? 2 oydan keyin, chunki har qanday bolani 2 oydan keyin privka uchun poliklinikadan telefon qilishadi, chaqirishadi. Sizlarning privka vaqtinglar bo'ldi. Ko'p bilimdon ota-onalar, shu payt jahl bilan gapiraman, chunki ko'p bilimdon ota-onalar privka oldirmasdan, bolasini 2-3 kun mana bu issig'i chiqishi, injiqliklariga chiday olmasdan bolaga yomon ta'sir qiladi deb o'ylab, privkaga qarshi hozirgi kunda ham juda ham ko'p ota-ona qarshi. Qabulimga kelganda ham nima qilibdi? Men katta bolalarimga ham oldirmaganman deyshadi. Lekin mana shunaqa privka olmaslikdan, emlanmaslikning orqasidan turli xil kasalliklarga chidamsizlik kelib chiqadi. Maslahatim vrach sifatida, ona sifatida privkalarni vaqti-vaqtida olish shart.
Keyingi savollarimizda judayam ko'p keladi. Bola 5 oylik mana bo'ldi. Endi bolaga qanaqa prikormlar qo'shsa bo'ladi? Nimalardan boshlasa bo'ladi? Qanaqa belgilar bilan? Aynan nima boshlash kerak? Birinchi ovqat nima bo'lishi kerak? Har doim onalarga aytaman. Birinchi ovqatingiz nima bo'lsayam, karam, brokoli bo'lsin, olma bo'lmasin. Chunki bola ta'mni judayam yaxshi biladi. Agarda siz unga birinchi olmali pyure berib, keyin brokolili pyure beradigan bo'lsangiz, bola hech qachon brokoli yemaydi. Lekin brokolini olmaga qaraganda foydalari judayam ko'p. Agarda farzandingizga qo'shimcha ovqat mana bugun boshlamoqchimisiz, bolaga kichkina choy qoshiqni yarmida berib ko'ring. Agar bolani holati 24 soatda yaxshi bo'lsa, ichi yaxshi kelsa, hech qanaqa kolika, injiqliklar bo'lmasa, keyingi kun bir choy qoshiqcha beramiz. Keyingi kun agarda bu holat yaxshi bo'ladigan bo'lsa, 3-kunda bir osh qoshiq bersak bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib bolani icheklarini ham, bolani o'zini ham yangi narsa prikormlarga o'rgatib olsak bo'ladi. Bu isbotlangan narsa va bu shunaqa qilib berganinglardan keyin hech qanaqa ichak bilan muammo, allergiya bilan muammo nasib bo'lsa kuzatilmaydi. Chunki bolaga kam-kam miqdorda berilganda bola o'zidagi shu mahsulotga nisbatan yomon belgilarni chiqaradi. Allergiyasi bo'lsa, albatta bitta-ikkita toshma toshadi. Ichaklari bo'ladigan bo'lsa, ichi yashil keladi, suyuqroq keladi. Bo'ladigan narsa kuzatamiz. Keyingi shikoyatimiz bola hop mana 3 oy bo'ldi, 4 oy, 6 oy bo'lyapti. Bolaga qachon massaj olishimiz kerak? Qanaqa massaj olishimiz kerak deyishadi. Men har doim aytaman, bolaga massaj olayotganda massajni biladigan odamdan olinglar. Shunchaki uqalab qo'yiladigan massaj hech kimga, hech qaysi bolaga hech qanaqa yordam qilmaydi. Xo'p, bunda qanaqa massajlar tavsiya etaman? Birinchi o'rinda bolada tonus bo'ladi. Bu tabiiy holat. Tug'ilgandan 3 oygacha bolada tonus bo'lishi tabiiy holat. Chunki 9 oy ichida ona qornida qo'l-oyoqlarni bukkan holatda yotgandan keyin tashqariga chiqqanda tonus обязательно bo'ladi. Buni yechish uchun bu suv gidromassajlar judayam yaxshi effekt qiladi. Gidromassajga agarda borishga imkoniyatinglar bo'lmasa, uyda vannani to'ldirib qo'yib, boshga taqadigan ballonchalarni taqib bemalol bolani suvga qo'ysa, suv tonusi shunaqa zo'rg'a beradi. Birinchi o'rinda massajda bolani immuniteti va tonus uchun ishlanadi. Keyingi o'rinda bola qachon yana massaj olishi kerak? Bola birinchi o'rinda bir boshini tikka turganda, bir o'tirganda, bir yurishni boshlaganda umumiy 3 ta massaj olinadi. Massajistlar aytgandek, birinchi massaj oldingiz, yana 10 kun dam olasiz. Keyingi massaj uchun yana umuman hisoblaganda massajistlarning hisobida bir kurs bolaga 1 yilda 3 ta massaj hisoblashadi. Ular ham faqatgina 1-2 oy ichida shu 3 ta massaj kursini tugatishadi. Bizani taktikamizda birinchi massaj bola qachon bo'ynini tutadi, ikkinchi massaj bola qachon o'tiradi, uchinchi massaj bola qachon yurganda olinadi sog'lom bolada. Agarda siz ham shu kabi foydali videolarni bola o'sish uchun fiziologik, patologik belgilarni bilmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling. Men sizga bular haqida kengroq tavsiyalarni yanada olib chiqaman.